Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana 2.60 ga 1.60 prinsipimiz yasalish jarayonlari. Bu prinsipimiz osti 4 qator shivler bo'lgan. Va 1 qator, 2 qator, 3 va 4 qator. 6 tortqichlari mana shivlerdan bo'layapti mana. 6 tortqichlari. Risol qismlari. Risollar mana tilishgani qalin risollardan baquvvat turminga qo'yapmiz mana. Plankalarimiz birlik plankalardan bo'layapti. Ko'rishingiz mumkin. Bu aravamiz 2.60 ga 1.60 bo'lib zakazga yasalyapti 2 mosli. Va mana bu yoqda 2.5 ga 1.5 mosli prinsipimiz ham tayyor qoldi. Bunga ham xuddi shunday 2 yon qismi shvillerdan bo'lgan, ostlari tilishgan risoridan 24 turminkalar qo'yilgan. Va bizga yana bitta prinsipimiz hozirgina sotildi. 200 ga 130 prinsipimiz. Bu prinsipimiz ham xuddi shunday 2 yon qismi, rama qismi shvillerdan, old tortqichlar shvillerdan, ostlari tilishgan risollardan qo'yilgan, baquvvat risollardan yangi balolar qo'yib berilgan mana. Yangi balolar. Xo'p. Old tortqichlari 1.600 lik zamoklar mashinaga araba toqish uchun parkoplarni bonus qilib berdik. Akalar, kimga qanday prinsiplar kerak bo'lsa, hamma prinsiplardan bor, tayyorlari ham bor. Mana aziz do'stlar, tayyor prinsiplarimiz. Bu yoqda 5 ta, bu yoqda 3 ta prinsipimiz tayyor holatda turibdi. Har xil razmerda 2 mosli, 1 mosli, bu 2 ga 130 prinsipimiz mana ko'rishingiz mumkin. Chiroyli balolardan qo'yib qo'yganmiz. Parkoplari ichida bo'ladi akalar. Parkoplarni bonus qilib beramiz. Hamma razmerda bor. Kelsangizlar bo'ldi, hamma xizmat bizdan. Xo'p, mana bu 2.5 ga 1.5 2 mosli prinsipimiz. Prinsipimiz. Xo'p, bu prinsipimiz 1.60 ga 2 lik prinsipimiz. Ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib taxlab qo'yilgan siz uchun faqat. Kimga mana prinsiplar kerak bo'lsa, pastdagi telefon nomerlariga aloqaga chiqib qolasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.